praktikani ham nimadir azi praktika qilish kerak. Da, to'g'ri. Dubai Trading Tour haqida podrobniy ma'lumot bera olasizmi? Adminlarga yozasiz. Assalomu alaykum, gap yo'q. Efir saqlanib bo'ladimi? Da, efir saqlanib bo'ldi. Offline kurs qaydan olsam? Eng zo'r broker qaysi? Hech kim o'zi o'rgangan. Hech kim o'rgatmaydi, o'zi o'rgangan strategiya. Nimaga men o'rgataman masalan? Agar $4,000 to'lashga rozi bo'lsangiz. Yangi kursga yozilish uchun ro'yxatdan o'tib qo'ydim. Endi nima qilish kerak? Men o'zi sizda o'qiyapman. Bo'ldi, siz unda gruppada bo'lishingiz kerak-ku. Kuniga $1,000 topsa bo'ladimi? Meni qoniqtirmaydi kuniga $1,000 masalan. Kuniga $1,000 topsam, oyiga $30,000 bo'lar ekan. Oyliklarni o'ziga ketib qoladi kompaniya rasxodlari bilan. Shuning uchun meni eng rasvo oy deganda $100,000 topishim kerak oyiga. Nimadir pul qolish uchun menga. Grafik tahlilni yomonlaydigan. Aka, sizda dars foyda bermaydi deb nega dars berasiz? Dars foyda bermaydi deb dars beraman. Diqqatli bo'lishni o'rgansangiz, ko'p narsaga erishasiz hayotda. Men savdo qilaman, dars beraman, lekin savdo qilaman va qanaqa savdo qilishni o'rgataman. Ko'pchilikning qo'lidan kelmaydi bu narsa, qo'rqadi masalan. Mana shu yerda buy olasan, sell olish kerak, stop lossni mana bunga qo'yishga deyishga, trading o'rgatadigan o'zi biladi mana. Tradingni kimdir agar boshqa yoqda o'rgangan bo'lsanglar, etib tura olmaydi, duxi yetmaydi, o'zi realniy shotni ko'rsatib tura olmaydi. $400,000 yomon strategiya emas. $400,000 man qaysidir kun topishim mumkin, lekin yaxshi savdo haftasi bo'lsa $400,000 topishim mumkin. To'xtang. Qaranglar, o'rtoqlar, matematikani ishlab ketganini qaranglar. Kimdir yozyapti, bitta singlimiz yozyaptimi yoki fake-mi, nevajna. Ya'ni 100 ta odamga $4,000 dan sotsa $400,000 deb hisoblayapti. Eslab qolamiz. Haqiqatan hammani matematikasi ishlab ketsin-da. $100,000 $400,000 dahshat. Men oxirgi bitimlarimni ochib ko'raychi, nima gap ekan? Qancha pul topibman? Bugun $46,000 topibman bir kunning o'zida. Oxirgi haftani ochaychi, nech pul bo'ldi? $500,000. Mana oxirgi haftadagi daromadlar. $100,000 bitim bor ekan oltinda, qulashdan oldin ochilgan. Oltinda buy ham bor ekan, $200,000 bitim bor ekan. $500,000 to'p nechta bitim bo'pti? Bitta, ikkita, uchta, to'rt. 3ta, 4ta,